Assalomu alaykum aziz do'stlar. 122 ming obunachisi bor kanalimiz keldi. Xo'p, kanal narxi arzon, batafsil o'z narxlarini aytaman. Bitta obzor qilib beray birinchi. Xo'p, kanalda qaranglar, 122 ming obunachisi bor, 9 million prosmotr bo'lyapti do'stlar oyiga. Bu degani mana qaranglar, oyiga 9 million prosmotr. Kunlik prosmotrni qarasanglar, 154 ming prosmotr bo'lyapti. Bir kunga 600 ming, 700 ming prosmotrgacha chiqqan. Hozir qisqasi umumiy holatda bir oyda 9,3 million prosmotr bo'lgan do'stlar. Oyiga 4 mingta odam qo'shilyapti. Statistikalar zo'rda, mana qaranglar. 90 kunga nisbatan olib qarasak esa 90 kunga 90 million prosmotr bo'libdi. Haqiqatan boplabdilar lekin. Xo'p, odam soniga qaraylikchi. 90 kunga nisbatan qarasak, 90 kunda 50 ming odam. Bu degani aktivlik juda yuqori kanalda. 50 ming odam oxirgi 90 kunda qo'shilyapti do'stlar. Mana aktivligi chotki. Xo'p, videolarni ko'rsatib o'taman. Videolarga qarasanglar, eng ko'p ko'rilgan videolari 1 million prosmotr bo'lgan 6 oy oldin 300 ming, 145 ming shunaqa. Yomon emas. Xo'p, shorts videolarichi. Shortsga nisbatan ko'radigan bo'lsak, shortslari ham 6,3 million, 5 million, 9 million, 4 million, million prosmotr o'tkazib qo'yilgan. Xo'p, ayrim videolarni o'chirib tashlayman lekin videolar o'zi ko'rinmaydigan qilib qo'yibdilar. Ayrim videolarning ichida bu narsalar reklamasi bor ekan, o'chirib tashlayman. Aytib qo'yay, ayrim mana shu qulf qilingan videolar o'chirib tashlanadi. Sotishdan oldin aytib qo'yay, mana quflab qo'yilgan ko'ryapsan, 3-6 million, 1-4 million mana shu videolar o'chirib tashlanadi. Oladigan odam shuni bilsin. O'zi o'chirib tashlash yoki mas'uliyati bilan sotamiz. Xo'p, umumiy holatda mana shu do'stlar, 122 ming obunachisi bor, 9 million prosmotr bo'lyapti. Xo'p, statistikalari yaxshi hammasi, kanal pul ishlamaydi lekin. Xo'p, даже novsi ham to'g'rilanmagan ekan. Xullas 4 ming soat yig'ib, original video qilib o'zingizlar pul ishlaysiz, qo'lga olsanglar bo'ladi. Kanal narxiga keladigan bo'lsak, kanal narxi $420. Вообще arzon kelib qoldi. $420 do'stlar. Endi konkret oladigan odam mana naqd sanayman pul desa kelishamiz. 99lik 791 32 32 Telegramda yozasiz, faqat Telegram.